Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, xormanglar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugungi darsimizda biz sizlar bilan Facebook sahifasi haqida, Facebook sahifasini ochish va unga Instagram ulash haqida gaplashamiz va umumiy yetadigan bo'lsam, Facebook sahifa nima? Facebookda ikki xil turdagi akkauntlar mavjud. Ya'ni birinchisi bu bizani shaxsiy akkauntimiz, ya'ni o'zimizning yozishmalar, guruhlar, kanallar bo'ladigan akkaunt, ya'ni Telegramga taqqoslaydigan bo'lsa, Telegram o'zimizning личный akkauntimiz hisoblanadi Facebookdagi. Ikkinchisi bor, bu ma'lum bir biznes uchun ochiladigan biznes sahifalar, ya'ni biznes yuritish uchun ochiladigan sahifalar. Bu yoqqa qaraydigan bo'lsak, bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, bo'ldi. Bu sahifa, ya'ni Telegramdagi kanal desanglar bo'ladi. Kanal bo'ladi. Bu yerda shu biznes uchun mo'ljallangan kanal. Biznesni yengilliklari, biznes haqida ma'lumotlar bu yerda ketadi. Va biza target o'qiyotganimizda обязательно mana shunaqa sahifa kerak bo'ladi va unga ulangan Instagram akkaunt kerak bo'ladi. Bugun sizlar bilan shuni qanaqa ochish va unga qanaqa Instagram ulash haqida ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi o'chirda Facebookga kirib olamiz. Facebookga kirganimizdan keyin bu chap blokimizda показать больше knopkasini bossak, pastda страница degan joy bor. Bunga kiramiz. Hop, kirganimizdan keyin agar sizlarda avval ochilgan stranitsalar bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda turgan bo'ladi. Agar hali yo'q bo'lsa, bu yerda hech bo'lmaydi. Biz yangi yaratmoqchi bo'lsak, создать профиль или страницу knopkasini bosamiz va bizdan so'raydi shaxsiy profil bo'lmasa общедоступная страница beradi. Ya'ni biznes uchun общедоступная страница yaratizami deb so'rayapti. Hop, bunda общедоступная страница tanlaymiz, ya'ni bizga profil emas, page, ya'ni sahifa kerak. Dalil knopkasi, начать knopkasini bosamiz. Sahifamizga nomimizni beramiz. Misol uchun o'zim Shahzod biznes degan nom beraman. Ya'ni o'zimni biznesim bo'lsa, shu biznesni nomini beraman. Bu yerga shu biznes qaysi yo'nalishda ishlaydi, qaysi yo'nalish faoliyat yuritadi degan joyga, misol uchun образовательный sayt qilib qo'yamiz. Sizlar ham xuddi shunaqa o'zinglarning biznesinglar nomi va biznesinglar yo'nalishini topib yozsanglar bo'ladi. Agar bu yerda mabodo kategoriya sizlarni aynan sizlar qidirayotgan kategoriya chiqmasa, unga yaqinroq kategoriyalarni yozsanglar bo'ladi. Biografiya qismi bu bizada bo'lgan Instagramni bizada bio qismimizga o'xshagan, bu yerda ham sahifamizda biosi bo'ladi. Bio haqida yozishimiz mumkin. Mana past bo'ladi. Ya'ni qo'shimcha, ya'ni biznesga aloqador qo'shimcha ma'lumotlarni kiritib qo'ysak bo'ladi. Va so'zlar страницу knopkasini bossak, bizda sahifa ochilishni boshlaydi. Hop, ozgina kutib turamiz. Mana bo'ldi, bizda sahifa ochildi. Sahifamizni endi qaranglar. Bu biznes uchun ochilayotgan sahifa-yu, biznes uchun ochilgandan keyin bu biznes bilan bog'lanish kerak odamlar. Bog'lanish uchun biza kontaktni informatsiyani, kontakt ma'lumotlarni kiritishimiz mumkin. O'z men yozdim. Veb-saytimni qo'yaman, tushyapti. Telefon raqamimni qo'yaman. Telefon raqamim tushadi. Ya'ni qanaqa ma'lumotingiz bo'lsa, biznes to'g'risida telefon raqam, veb-sayt, uni ishlaydigan, ya'ni biznes faoliyat yuritadigan adreslar, qaysi vaqtda ishlashi, hammasini kiritib ketsanglar bo'ladi. O'z vaqt yo'qotmaslik uchun buni har bittasini kiritmaymiz. Lekin sizlar agar biznes uchun ochayotgan bo'lsanglar, buni kiritishingiz kerak bo'ladi. Kiritish majburiy emas, lekin kiritib qo'yganingiz yaxshi. Hop, nomer telefon baribir bizdan so'radi. Chunki biz kiritib ko'rdik, o'shaning hisobiga nomerimizni olmoqchi. Hop, dalil knopkasini bosamiz va so'rayapti. Foto profili bu bizani mana bu joyda chiqadigan rasmimiz, ya'ni logomiz bo'lsa logoni qo'ysa bo'ladi. Foto обложка bu mana bu orqasidagi chiqadigan rasmimiz. Bu yoqqa ham xohlasak qo'ysak bo'ladi, xohlasak qo'ymasak bo'ladi. Biz hozirgi paytda tanlab qo'ysak bo'lardi, lekin pakaj bizga shart emas. Shunga bu etapidan ham o'tib ketamiz va oxirida aytibdi, WhatsApp ulaysanmi shu sahifaga? Yo'q, bizga WhatsApp pakaj shart emas. Dalil knopkasi, готовani bosamiz va bizda sahifa ochiladi.
Mana ko'rib turganingizdek, bu bizani hozir ma'lum bir biznes uchun ochgan sahifamiz. Telegramdagi kanalimiz desa ham bo'ladi. Hop, bundan keyin biz nima qilamiz? Bu sahifa orqali endi biz target o'qiyotgan mana shu sahifa orqali Facebookda reklamamiz ketadi. Instagramda reklamamiz ketishi uchun mana shu sahifa bilan ulangan holda biz настройкаga kiramiz. Hop, настройка страницы. Ya uzr adashdim. Связанный akkauntga kiramiz. Так, keyin mana bu yerda Instagram akkauntimiz bor. Подключить akkaunt bosamiz. Hop, подключить, подтвердить. Qildik. Bizada sizlarda Instagram login parolini so'rashi mumkin. Hozir bizda Instagramga kompyuterim kirgani uchun mana shuni so'rayapti. Shuning uchun переключить на другой akkaunt bosamiz va o'z Instagramimizni login parolini kiritamiz. Так. Вот, marketing. Kiritganimizdan keyin hop, saqlab qo'yasiz deyapti ma'lumotlarni. Biz xohlasak saqlab qo'yishimiz mumkin. Bu kompyuterda Instagram ma'lumotlarimizni xohlasak yo'q. Сейчас bosamiz. Aytyapti, vойти как Shahzod marketing. Ya'ni sahifaga ulanayotgan Instagramga mana shu akkaunt orqali kirmoqchimisan. Albatta. Aytyapti, Instagramga Facebook, то есть Facebookga Instagramga ulanyapti va biznes portfolio ichida paydo bo'ladi mana shular deyapti. Albatta, продолжить bosamiz. Biznes portfolio nimaligini keyingi safar darsimizda ko'rib chiqamiz. Bo'ldi. Shu bilan Instagram, Facebook sahifamizga ulandi va biz keyingi etaplarda уже shu sahifa va hozirgi ulagan Instagram orqali bemalol target reklamasi sozlab yoqsak bo'ladi. Hop. Bo'ldi, bu yerda muammolar yo'q. Hammasi joyida. Farqlab olamiz. Ya'ni bu mani shaxsiy profilim, Telegramda aytadigan bo'lsa, Telegram akkauntim. Bu biznesim uchun ochilgan Facebook sahifam. Ya'ni Telegramda aytadigan bo'lsak, bu mani Telegram kanalim deb tushunsak bo'ladi. Xo'p, shu bilan bu darsimiz tugadi. Keyingi darsda biz reklama yoqish birinchi etapi, ya'ni Ads Manager haqida gaplashamiz. Ads Managerda reklama biznes portfolio yaratish va unga reklama akkauntini ulash bo'yicha gaplashamiz. Hammalarga rahmat. Keyingi darsda sizlar bilan ko'rishamiz. Agar savolinglar bo'lsa, guruhga bemalol yozsanglar bo'ladi. Yana ham tushuntirib beraman.